ayol erkakdan zaifroqda. O'sha kuch bo'lgan erkak orqali masalan matrica anaqa qilgandagin ayollarni ushlagan. Chunki ayollar chegaralansa, erkinligi olib qo'yilinsa, kuch insonlari tomonidan, ya'ni erkaklar tomonidan bosim qilib, qanotli tomonidan endi zaifroq ayollar. O'shaning uchun erkaklar tomonidan uni chegaralanadigan bo'lsa, u o'zini yaxshi ayol erkinlikda o'zini juda ham yaxshi his qiladi. Hamma ayol xuddi shunday. Hamma ayol. Masalan, erkaklar ham butun insoniyatning o'zi tabiati shunaqa. Butun insonni tabiati erkinlikdan rohat oladi. Erkinlikka qarab intiladi. Mana bu bizdagi programmalar xuddiki bir anaqa narsada. Programmalar xuddiki oyog'imizdagi kishanlar o'sha erkinligimizni anaqa qiladi, chegaralaydi-da. Bu esa o'sha tashqi dunyoda mana shu turmush o'rtog'imiz muloqotlar orqali ko'rsatib berilaveradi. Shunaqa narsa. Ana endi Mehrinson mana shu